Amerika başçılığındakı bir qism G'arb davlatlarining Xitoy hukumatini irqiy qirg'inchilik masalasida ayblishi hamda irqiy qirg'inchilik ta'birini qarordan o'tkazayotganlarning ko'payishi o'z navbatida keyingi qadam haqida savollarga turtki bo'lishga boshladi. Navbatda zo'r bir qism kishilarning bu xil qirg'inchilikqa qarshi turishdagi tadbirlarning biri 2022-yili Beyjingda o'tkazilmoqchi bo'layotgan qishliq o'limpik musobaqasini boyqut qilish deb qaralayotganligi ma'lum. 17 may kuni Uyg'urlar, Tibetlar va Mo'ng'ullarning chet ellardagi bir qism ommaviy tashkilotlari dal mushu masalani cho'rdigan holda birlashma bayonot e'lon qilib, xalqaro jamiyatga Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik orqali yo'qotib etishni qasdlayotgan bir hokimiyatning Olimpik musobaqasi o'tkazish salohiyati bo'lmasligi lozim degan markaziy uçurini yo'lladi. Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Hareketi Teşkilatı, Xalqaro Tibet Hareketi qatorliq tashkilotlar birlashma imzo qo'ygan bu bayonotda aniq qilib, 2022-yildagi Olimpik musobaqasiga qatnashganlik Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilmishini qo'llaganligi barobar deb ko'rsatildi. Mazkur bayonot e'lon qilingandan keyin har qaysi axborot vositalarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Mazkur bayonotni e'lon qilganning ertasi, ya'ni 18 may kuni bu tashkilotlar bir qatimliq muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirib, bu vaqtdagi masalalarga qarab chiqdi. Yig'inda so'z qilgan vakillar navbatda Xitoy hukumatining butun dunyo qarab turayotgan ahvolda aymanmasdan Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik orqali yo'qotib etish va o'zgartirib etishga urinayotganligini yana bir qatim eskartdi. Германия парламентінің Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qaratgan zulm siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish uchun 17 may Germaniyaning poytaxti Berlinda namoyish o'tkazildi. Parlamentning kishilik huquq tarmoq komiteti Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulm siyosatini muzokara qilayotganda parlament binosi bilan bosh ministerlik binosi o'tirsidagi rayonda 100 ga yaqin kishi namoyish qildi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqun Aysapendi bu vaqtda to'xtalib, ma'lum bo'lganidek, Kanada, Gollandiya va Angliya parlamentlari Sharqi Turkistondagi bu ziyonkashlikni irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildi. Biz Germaniya parlament a'zolari va o'xshamagan siyosiy guruhlarning boshliqlari bilan bir necha oy aloqalashdik. Yevropaning parovuz davlati bo'lgan Germaniyaning parlamentining Sharqi Turkistondagi voqealarni irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qilishi uchun tirishdik. Bugun kishilik huquq tarmoq komiteti advokatlar va mutaxassislarning guvohligini anglaydi. Agar kishilik huquq komiteti uni irqiy qirg'inchilik deb yakun chiqarsa, biz uning Germaniya parlamentida irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinishini umid qilamiz deganlarini bildirdi. Namoyishga yana Turkiyaning bir qism ommaviy tashkilotlari va Xristian Demokratik ittifoq partiyasining vakillari qatnashdi. Ma'lum bo'lishicha, Amerikadagi texnika şirketi ئالما şirkىتى eng cho'ng bozorlarning biri bo'lgan Xitoydagi mavjudligini kuchaytirish uchun o'zining sonliq ma'lumotlarini Beyjing hukumati bilan hambaharlagan va App Store'dan hukumatni parokanda qilgan bir qism qo'llanishchan programmalarni chiqarib tashlagan. New York vaqtgesining maxsus xabarida ئالما şirkىتىنىڭ bir qism ئابونتلىرىنىڭ sonliq ma'lumotlarini Xitoy hukumati bilan hambaharlaganligi va App do'konidan Xitoyni beoram qiladigan minglagan yumshoq detalni chiqarib tashlaganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xabarda aytilishicha, ئالما şirkىتىنىڭ maxfiy ichki xat aloqalari tekshirilgan va ilgari ئالما şirkىتىدە ishlagan yoki hozirmi ئالما şirkىتىدە ishlayotgan kishilar bilan ziyorat o'tkazilgan. Yaqinda Amerikadagi Uchur nomli tadqiqot o'rni ئالما şirkىتىنىڭ Xitoydagi 7 ta'minlovchisining Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik ekanligini o'tirg'a qo'ygan edi. Xitayning خوڭكوڭ rayonining tayvandagi ۋەكىللىك ئىشخانىسىنىڭ faoliyati to'xtatildi. خوڭكوڭ taratqullarining xabar qilishicha, خوڭكوڭ asosiy qonun va cho'ng quruqliq ishlari ishxonasining bayonotida tayvandagi iqtisod, savdo va madaniyat ishxonasining faoliyatining vaqtincha to'xtatilganligi bayon qilingan. Bu qarorga hech qanday paket bilan ta'minlanmagan bayonotda Tayvandagi خوڭكوڭ aholilarining talabining telefon va خوڭكوڭ hukumatining tor bekiti orqali bir taraf qilinganligi ko'rsatildi. خوڭكوڭ asosiy qonun va cho'ng quruqliq ishlari ishxonasining bir amaldori bu qarorning Tayvanda Xitoy virusi voqealarining ko'payishi sababidan chiqarilganligini aytgan. Tayvan bilan خوڭكوڭning munosabati 2019-yildagi خوڭكوڭda demokratiyani qo'llaydigan namoyishlar portlab, 2020-yili davlat bexatarlik qonuni yo'lga qo'yilgandan keyin jiddiylashgan.
Xitayning Shenzhen shahrida 355 metr egizlikdagi egiz binoning ta'virlanayotgan paytlari vahima paydo qildi. Bino darhol bo'shatildi. Xitayning Guangdong o'lkasi Shenzhen shahriga joylashgan 355 metr egizlikdagi CEG soda binosi shu yer vaqti 13 atrofida ta'virlanishga boshladi. İjtimoiy taratqulardagi suratlarda ta'virlanayotgan egiz bino atrofidagi kishilarning qo'rqinch bilan qochib ketganligi aks ettirildi. Shenzhen jiddiy ahvolga taqobil turish idorasining keyingi bayonotida rayonda yer ta'virlashning xotirlanmaganligi va voqea sababining tekshirilayotganligi e'lon qilindi. Voqeadan keyin savdo saroyi bo'shatilgan bo'lib, o't o'chirish tarmoqlari va soqchilar yetib kelib tekshirishni boshlagan.